Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir fuqaro, ota-onasiga pensiya masalasida yordam berayotgan farzandlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani, endi ko'p holatlarda eski qog'oz guvohnoma talab qilinmasligi. Pensiya maqomini tasdiqlash tartibi o'zgarayotgani haqida ketadi. Bu yangilikni bilmasangiz, idoralarda ortiqcha vaqt yo'qotishingiz, keraksiz hujjat yig'ishingiz yoki imtiyozlardan foydalana olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlarda alohida pensiya guvohnomasi bo'lardi. Bu guvohnoma orqali odam pensiya oluvchi ekanini isbotlardi. Masalan, ayrim dorixonalarda, transportda, sanatoriy yo'llanmasi masalasida, mahalla yoki boshqa tashkilotga murojaat qilganda pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rashardi. Pensiyani esa hujjatlar orasidan o'sha guvohnomani olib ko'rsatardi. Lekin hayotda bu tartib juda ko'p noqulaylik tug'dirgan. Birinchidan, guvohnoma yo'q bo'lib qoladi. Keksalar ko'pincha hujjatlarni alohida papkada saqlaydi, lekin shifoxonaga borganda, bankka kirganda yoki boshqa joyga chiqqanda hujjatni unutib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, guvohnoma eskiradi, yirtiladi, yozuvlar o'chadi. Uchinchidan, guvohnomani qayta tiklash uchun yana idoraga borish, ariza yozish, navbat kutish kerak bo'ladi. To'rtinchidan, eng muhimi, guvohnoma borligi hamisha ham ma'lumotning yangiligi va to'g'riligini anglatmaydi. Chunki odamning pensiya turi, miqdori, to'lov holati yoki imtiyozga aloqador ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Endi nima o'zgarmoqda? Davlat xizmatlari va pensiya tizimida raqamlashtirish kuchaygani sababli pensiya oluvchi maqomini tasdiqlash ko'p hollarda elektron bazalar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni pensioner ekaningizni isbotlash uchun har safar qog'oz guvohnomani ko'tarib yurish shart bo'lmay qoladi. Tashkilotlar kerakli ma'lumotni tegishli elektron tizim orqali tekshirishi mumkin. Fuqaroning shaxsini aniqlash uchun pasport yoki ID karta yetarli bo'ladi. Pensiya oluvchi maqomi esa bazadan ko'rinadi. Bu nimani anglatadi? Men buni oddiy qilib aytaman. Asosiy urg'u qog'oz guvohnomadan elektron tasdiq o'tmoqda. Bu pensioner uchun ham, tashkilotlar uchun ham qulayroq bo'lishi kerak. Lekin amaliyotda har doim hammasi bir kunda ideal ishlamaydi. Shuning uchun men hozir kimlar xavotir olishi kerak, kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak, qaysi joylarda muammo chiqishi mumkin, qanday hujjatlarni tayyorlab yurish kerakligini batafsil tushuntiraman. Eng avvalo, pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degan xabarni pensiya bekor qilinyapti deb tushunmaslik kerak. Bu juda muhim. Pensiya guvohnomasi boshqa, pensiyaning o'zi boshqa. Guvohnoma faqat maqomni tasdiqlovchi hujjat bo'lgan. Pensiya esa qonun asosida tayinlangan to'lov. Agar sizga yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa, guvohnoma shakli o'zgargani uchun pensiyangiz yo'q bo'lib qolmaydi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli onaxon har oy bank kartasiga 1.2 million so'm pensiya oladi deylik. Uning eski pensiya guvohnomasi bor edi. Endi guvohnoma talab qilinmasa, bu onaxonning pensiyasi to'xtab qolmaydi. U pensiyasini avvalgidek olaveradi. Faqat biror joyda pensioner ekanini tasdiqlash kerak bo'lsa, undan guvohnoma emas, shaxsini tasdiqlovchi hujjat va elektron ma'lumot asosida tekshiruv talab qilinishi mumkin. Yana bir misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli otaxon transport imtiyozidan foydalanmoqchi. Avvallari haydovchi yoki mas'ul xodim pensiya guvohnomasini ko'rishni so'ragan. Yangi tartibda asosiy ma'lumot elektron bazadan tekshiriladigan bo'lsa, otaxon ID kartasini ko'rsatadi. Kerak bo'lsa tashkilot uning maqomini tizimdan aniqlaydi. Bu yerda muhim narsa shuki, pensioner o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatini yonida olib yurishi kerak. Chunki elektron tizim ham shaxsiy ma'lumotga tayanadi. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki yangi pensiya tayinlangan paytda ma'lumotlar bazaga to'g'ri kiritilgan bo'lishi zarur. Agar arizada ism-sharifda xatolik bo'lsa, pasport seriyasi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki telefon raqam yangilanmagan bo'lsa, keyinchalik elektron tasdiqda muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda pensiya turi, nogironlik guruhi
muddati, tibbiy xulosa kabi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Ayrim hollarda nogironlik muddati uzaytiriladi yoki qayta ko'rikdan o'tiladi. Agar elektron bazada yangilanish kechiksa, odamlar biror imtiyozdan foydalanayotgan paytda siz haqingizda ma'lumot chiqmayapti degan holatga duch kelishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar o'z ma'lumotlarini va tibbiy hujjatlarining holatini alohida nazorat qilishi kerak. 3-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Masalan, voyaga yetmagan farzand otasidan ayrilgan va unga pensiya tayinlangan. Bu pensiyani onasi oladi. Bola 15 yoshga to'lganda o'qishda davom etsa, ayrim holatlarda pensiya masalasi alohida tartibda davom etishi mumkin. Demak, bu yerda yosh ta'lim muassasasi, ma'lumotnoma va boshqa omillar ahamiyatli. Qog'oz guvohnoma bekor bo'lishi bunday oilalarni hujjatsiz qoldirmaydi, lekin elektron ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi shart. 4-guruh boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, odam Farg'onada pensiyaga chiqqan, keyin farzandlari yoniga Qashqadaryoga ko'chgan. Bunday vaziyatda yashash manzili, bank filiali, pensiya to'lovi bilan bog'liq ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Eski guvohnomani ko'rsatib yurish muammoni hal qilmaydi. Asosiy narsa elektron bazada hozirgi ma'lumotlaringiz mos turishi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangizga pul tushayotgan bo'lsa, shaxsiy hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ism, sharif, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, ortiqcha vahima qilishga asos yo'q. Sizdan faqat yangilikni tushunish, kerak bo'lsa hujjatlaringizni tartibga keltirish va idoralarda noto'g'ri talab bo'lsa, o'zingizni yo'qotmasdan to'g'ri yo'l tutish talab qilinadi. Men amaliy hayotdan yana bir vaziyatni aytaman. Bir pensioner dorixonaga bordi. Chegirma yoki ijtimoiy yordam doirasidagi dori olish masalasida undan pensiya guvohnomasi so'raldi. U esa guvohnomasini uyda qoldirgan. Eski tartibda bu odam qaytib uyiga borishi, hujjatni olib kelishi kerak edi. Raqamli tartib to'g'ri ishlasa, dorixona yoki mas'ul tashkilot uning ID kartasi orqali maqomini tekshirishi mumkin. Natijada pensionerning vaqti, yo'l xarajati asabi tejaladi. Ayniqsa yoshi katta. Sog'lig'i zaif odamlar uchun bu juda katta yengillik. Yana bir misol, bir ayol onasiga qaraydi. Onasi 80 yoshda, u ko'p yura olmaydi. Pensiya guvohnomasi yo'qolib qoldi. Oldin yangi guvohnoma olish uchun idoraga borish, navbat kutish, ba'zan bir necha marta qatnash kerak bo'lardi. Endi agar maqom elektron tasdiqlansa, guvohnoma yo'qolishi asosiy muammo bo'lmaydi. Lekin qiz farzand onasining ID kartasi, pasporti, bank kartasi, telefon raqami, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotlar tartibda ekanini tekshirish kerak. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Qog'oz guvohnoma bekor qilinayotgan bo'lsa ham, ayrim tashkilotlar eski odat bo'yicha uni so'rashi mumkin. Bu amaliyotda uchraydi. Chunki hamma xodimlar ham yangilikdan bir vaqtda xabardor bo'lmaydi. Ichki yo'riqnomalar kechikib yangilanishi mumkin. Ayrim joylarda elektron tizim ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun pensioner bunday vaziyatda janjal qilmasligi, lekin o'z huquqini bilishi kerak. Agar sizdan guvohnoma talab qilinsa, xotirjam qilib so'rang. Mening pensiya maqomimni ID karta orqali elektron bazadan tekshirish imkoniyati bormi? Agar xodim yo'q, faqat guvohnoma kerak desa, undan qaysi me'yoriy hujjat asosida talab qilayotganini aniqlashtiring. Ko'pincha odam savolni to'g'ri bersa, mas'ul xodim ham masalani aniqlashtirishga harakat qiladi. Ikkinchi nozik jihat, elektron baza doimiy ravishda to'g'ri bo'lishi kerak. Raqamlashtirish yaxshi, lekin ma'lumot xato kiritilgan bo'lsa, odam qiynaladi. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tizim sizni topmasligi mumkin. Karimov o'rniga Karmov yozilgan bo'lsa yoki tug'ilgan sana 1926 yil o'rniga 1965 yil bo'lib qolsa, bazada moslik chiqmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. 3-nozik jihat. Pensiya oluvchi va imtiyoz oluvchi tushunchalari har doim bir xil emas. Odam pensiya olishi mumkin, lekin hamma imtiyoz unga avtomatik berilmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi bilan nogironligi bo'lgan shaxsning imtiyozlari farq qilishi mumkin. Yoki urush faxriysi, mehnat faxriysi. Yolg'iz keksalar kam ta'minlangan oilalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Demak, guvohnoma bekor bo'ldi degani barcha imtiyozlar bir xil elektron tasdiq bilan avtomatik ochiladi degani emas. Har bir imtiyozning o'z asosi bor.
To'rtinchi nozik jihat, bank kartasi va pensiya maqomi aralashib ketmasin. Ba'zi odamlar kartam ishlayapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Bank kartasiga pul tushishi to'lov borligini ko'rsatadi. Lekin ayrim idoralar uchun pensiya turi yoki maqomi alohida kerak bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Imtiyoz uchun aynan qaysi turdagi pensiya tayinlangani muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat bank SMS xabari bilan cheklanib qolmang. 5-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim keksalar yura olmaydi. Pensiyani farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma asosida oladi. Bunday holatda guvohnoma bekor qilinishi ishonchnoma tartibini bekor qilmaydi. Agar odamning o'rniga boshqa shaxs muomala qilayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat va kerakli ariza talab qilinishi mumkin. Elektron tasdiq pensioner maqomini ko'rsatadi. Lekin boshqa shaxsning uning nomidan harakat qilish huquqini alohida tasdiqlash kerak bo'ladi. 6-nozik jihat. Chekka hududlarda internet yoki tizim muammolari. Men buni yashirmayman. Ba'zi joylarda elektron tizim ishlamay qolishi, internet sust bo'lishi, xodimlar bazaga kira olmasligi mumkin. Shunday vaziyatda odam guvohnoma bekor bo'ldi. Demak, men hech narsa olib yurmayman deb yurishi ham to'g'ri emas. Amaliy ehtiyot chorasi sifatida ID karta yoki pasport doimo yoningizda bo'lsin. Agar mavjud bo'lsa, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma nusxasini telefoningizga rasm qilib saqlang. Farzandingiz yoki yaqin insoningizda ham elektron nusxa bo'lsin. Bu qog'oz guvohnomaga qaytish emas. Bu shunchaki hayotiy ehtiyotkorlik. 7-nozik jihat. Eski guvohnomani darhol tashlab yubormang. Agar qo'lingizda pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni saqlab qo'ying. Chunki ayrim joylarda o'tish davrida u hali ham yordam berishi mumkin. Men endi keraksiz tashlab yuboring demayman. Hujjatligicha qoladi. Ayniqsa eski ma'lumotlarni solishtirishda. Arxivga oid masalalarda yoki ayrim tashkilotlar bilan tushunmovchilik chiqqanda foydasi tegishi mumkin. Lekin asosiy kelajak elektron tasdiqqa o'tayotganini tushunish kerak. 8-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har qanday yangilik chiqqanda odamlarning bilimsizligidan foydalanmoqchi bo'lganlar paydo bo'ladi. Kimdir telefon qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'lyapti. Yangi elektron guvohnoma chiqarib beramiz. Karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting desa, bunday odamlarga ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni so'ramaydi. Pensionerlar, ayniqsa yoshi katta insonlar bu borada juda ehtiyot bo'lishi kerak. Farzandlar esa ota-onasiga albatta tushuntirsin. Hech kimga SMS kod aytilmaydi, bank kartasi rasmiy yuborilmaydi, notanish havolaga bosilmaydi. 9-nozik jihat, telefon raqami. Hozir ko'p davlat xizmatlari telefon raqamiga bog'lanadi. Agar pensionerning nomidagi raqam yo'q bo'lsa, raqam farzandning nomida bo'lsa yoki eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, bildirishnomalar kelmasligi xizmatlardan foydalanish qiyinlashishi mumkin. Bu masalani ham tartibga keltirish kerak. Ayniqsa My.Gov.uz bank ilovalari, SMS xabarnomalar, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishda telefon raqam juda muhim bo'ladi. 10-nozik jihat, chet elga ketgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar farzandlar yo'liga chet elga ketadi yoki uzoq muddat boshqa davlatda bo'ladi. Bunday holatda pensiya to'lovi, tiriklikni tasdiqlash, bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma, konsullik hujjatlari kabi alohida masalalar chiqishi mumkin. Guvohnoma bekor qilinishi bu tartiblarning hammasini avtomatik o'zgartirib yubormaydi. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, oldindan pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli rasmiy manbalar orqali tartibni aniqlashtirish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddati tugamagan bo'lsin. Ism, sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, JSSSI raqamingiz hujjatlarda bir xil yozilgan bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushga chiqqan yoki ajrashgan bo'lsa, eski va yangi hujjatlar orasida moslik borligini tekshirish zarur. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshiring. Pensiya qaysi bank kartasiga tushyapti? Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodni kim biladi? Bularning hammasi muhim. Men pensionerlarga PIN kodni qog'ozga yozib karta bilan birga saqlamaslikni maslahat beraman. Bu xavfli. Agar karta yo'qolsa,
pul ham xavf ostida qoladi. 3-qadam yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxat masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Ko'p xizmatlar manzil bo'yicha bog'lanadi. Tizimda eski manzil tursa, sizga kerakli xabar boshqa joyga ketishi yoki murojaatingiz ko'rib chiqilishida savol paydo bo'lishi mumkin. 4-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Agar eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, uni almashtiring. Bank, davlat xizmatlari, pensiya bo'limi bilan bog'liq jarayonlarda aynan faol raqamdan foydalaning. Farzandlar ota-onasiga yordam berayotgan bo'lsa, telefon raqam masalasini shaffof qiling. Pensionerning roziligi bo'lsin. SMS xabarlar nazorat qilinsin, lekin bank kodlari begona odamga aytilmasin. 5-qadam, elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz, nevarangiz yoki yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. MyPotiGup.uz pensiya jamg'armasining rasmiy axborot kanallari, davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin men yana qaytaraman. Faqat rasmiy sayt va rasmiy ilovalardan foydalaning. Telegramda kelgan noma'lum havolalar, bepul yordam deb yozgan begona akkauntlar xavfli bo'lishi mumkin. 6-qadam, eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni alohida papkada saqlang. Uni har kuni yoningizda olib yurish shart bo'lmasligi mumkin, lekin uyda yo'qotmaydigan joyda tursin. Shu papkaga pasport nusxasi, ID karta nusxasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi mavjud ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, ishonchnoma nusxasi, bank kartasi shartnomasi yoki bank ma'lumotlari nusxasini ham tartibli joylashtirish mumkin. Asil bank kartasining PIN kodi bu papkada turmasin. 7-qadam, agar sizdan eski guvohnoma talab qilishsa, yozma izoh so'rang. Albatta, har bir vaziyatda tortishish shart emas, lekin masala muhim bo'lsa, masalan, imtiyoz bermay qo'yishsa, xizmatdan bosh tortishsa, menga yozma ravishda qaysi sabab bilan rad etilganini bering deb so'rash mumkin. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish osonroq bo'ladi. 8-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilayotganda hujjatlarni tayyor olib boring. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, zarur bo'lsa ishonchnoma, bank rekvizitlari. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar talab qilinishi mumkin. Har bir holat alohida bo'lgani uchun oldindan telefon orqali yoki rasmiy manba orqali aniqlashtirib oling. Shunda bir hujjat yetishmagani uchun qayta borishga to'g'ri kelmaydi. 9-qadam, arizada aniq yozing. Masalan, mening pensiya oluvchi maqom elektron bazada ko'rinmayapti. Ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar ism-sharifda xatolik bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlarimda xatolik mavjud, hujjatlarim asosida tuzatish kiritishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar tashkilot guvohnoma talab qilib xizmat ko'rsatmasa, pensiya maqomimni elektron tartibda tasdiqlash imkoniyati bo'lsa-da, mendan qog'oz guvohnoma talab qilinmoqda. Holatga tushuntirish berishingizni so'rayman deb murojaat qilish mumkin. 10-qadam. Farzandlar ota-onasi bilan bu mavzuni albatta muhokama qilsin. Ko'p pensionerlar yangilikni eshitib qo'rqib qoladi. Endi pensiyam bekor bo'ladimi deb o'ylaydi. Ularga tushuntiring. Pensiya guvohnomasi tartibi o'zgarishi pensiyaning o'zi bekor bo'lishi degani emas. Asosiy vazifa hujjatlarni tartibga keltirish, elektron ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men yana bir real hayotga yaqin vaziyatni ko'rsataman. 65 yoshli ayol yaqinda pensiyaga chiqdi. Unga bank kartasi ochildi, pensiya tushyapti. Lekin mahallada bir yordam dasturi bo'yicha undan pensioner ekanini tasdiqlash so'raldi. Agar xodim eski guvohnoma talab qilsa, ayol nima qiladi? Avval ID kartasini beradi, keyin elektron bazadan tekshirishni so'raydi. Agar baribir muammo bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga borib, pensiya maqom bo'yicha ma'lumotnoma yoki tasdiq olish imkoniyatini so'raydi. Shu bilan masala tartibli yechiladi. Yana bir vaziyat. Ilgari nogironligi bo'lgan fuqaro dori-darmon imtiyozi bo'yicha murojaat qildi. Tizimda uning nogironlik muddati yangilanmagan ko'rindi. Bunday holatda u faqat men pensionerman deyishi yetmaydi. U tibbiy xulosa, nogironlik oid hujjat, shaxsiy hujjatlari bilan mas'ul tashkilotga murojaat qilib, bazadagi ma'lumotni yangilatishi kerak. Sababi imtiyoz aynan pensiya oluvchilikka emas, nogironlik maqomiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. 78 yoshli otaxonning pensiya guvohnomasi eski rasmi xiralashgan.
u avtobusda yoki boshqa joyda doim shu hujjatni ko'rsatib yurgan, endi undan ID karta so'ralishi mumkin. Otaxon menda guvohnoma bor, ID kartani uyda qoldirdim desa, muammo chiqadi. Chunki yangi tizimda shaxsni aniqlash uchun asosiy hujjat pasport yoki ID karta hisoblanadi. Shuning uchun pensionerlar ID kartani xavfsiz tarzda yonida olib yurishga odatlanishi kerak. Bu o'zgarishning ijobiy tomoni nimada? Birinchidan qog'ozbozlik kamayadi. Ikkinchidan hujjat yo'qolishi bilan bog'liq muammo kamayadi. Uchinchidan idoralar ma'lumotni tezroq tekshirishi mumkin. To'rtinchidan firibgarlikning ayrim turlari kamayadi. Chunki faqat eski qog'oz hujjatga qarab qaror qilinmaydi. Beshinchidan pensioner bir joydan ikkinchi joyga qatnab, har safar hujjat ko'rsatib yurishdan qisman qutuladi. Lekin bu tizim to'g'ri ishlashi uchun 3 ta narsa zarur. Davlat bazalarida ma'lumot to'g'ri bo'lishi, tashkilot xodimlari yangi tartibni bilishi, fuqarolar o'z hujjatlarini e'tiborsiz qoldirmasligi. Agar shu 3 ta shart bajarilsa, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi oddiy odam uchun yengillik bo'ladi. Agar biri ishlamasa, masalan, bazada xato bo'lsa, odam vaqtincha qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizlarga faqat xabarni emas, harakat rejasini ham tushuntiryapman. Xulosa qilib aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani pensiya bekor bo'lyapti degani emas. Bu pensiya oluvchi maqomini tasdiqlash usuli qog'ozdan elektron tizimga o'tayotganini anglatadi. Pensionerlar uchun eng muhim narsa pasport yoki ID karta, telefon raqam, bank kartasi, yashash manzili va elektron bazadagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishidir. Eski gulomangiz bo'lsa, uni tashlab yubormang, lekin kelajakda asosiy tasdiq elektron ma'lumotlar orqali bo'lishini biling. Agar siz yoki ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu gunoh hujjatlarni tekshirib chiqing. ID karta joyidami? Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqam ishlayaptimi? Familiya va tug'ilgan sana hamma joyda bir xilmi? Shularni ko'rib qo'ying. Agar biror joyda pensiya guvohnomasi bo'yicha tushunmovchilik bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Sizning hududingizda hali ham pensiya guvohnomasini so'rashmoqda yoki elektron tekshiruv ishlayaptimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham real vaziyatni bilsin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.